Assalomu alaykum hammaga. Bugun 1 va 4 darslarni qisqacha takrorlab olamiz. Keyingi mavzular sal murakkab ekan, shunga. Dastlab boshidan noundan qaytaramiz, ya'ni ot. Ot nima desa, ot bu biror bir narsani yoki shaxsni ifodalash uchun qo'llaniladigan so'z turkum hisoblanadi. U misol 2ga bo'lingan deydi. Proper atoqli umumiy otlarga ingliz tarjima qilganda atoqli otlar shunday otlarki, ular ma'no anglatadi ma'lum bir shaxs, joy, narsa va g'oyalar uchun. Misol uchun, ular odatda katta harf bilan yoziladi. Amerika, Jorj Vashington, Mr. Neruda va Oktober. Endi umumiy, ya'ni common nounlar bo'lsa, ular ma'lum bir shaxs, joy, narsani ifoda etmaydi. Ya'ni don't refer degan. Ular katta harf bilan yozilmaydi. Faqat ular bir narsani yoki umumiy ma'nosini aytadi xolos. Misol uchun, land yer bo'lishi kerak, quruqlikka nisbatan. Girls qizlar, pul test. Landni Amerikadan farqi, Amerikada ma'lum bir joy bo'ladi. Ma'lum bir joy aytilyapti. Land bo'lsa qaysi joyligi aniq emas. U Avstraliya bo'ladimi, Afrikami yoki boshqa joy. Atoqli otlar umumiy qoidada katta harf bilan yoziladi. Umumiy nounlar bo'lsa kichkina harf bilan yoziladi. Nounlarni foydalanishimiz mumkin. Subject, ya'ni gapning egasi sifatida. Misol uchun degan, namunada Yuantina is a friend of mine. Yuantina mening do'stim. Bu yerda ega bu Yuantina, is bu verb bo'lyapti, bu subject. The boys like to play soccer. Bolalar yoqtirishadi o'ynashni, futbolni, ya'ni o'g'il bolalar futbol o'ynashni yaxshi ko'radi. Bundan tashqari nounlar foydalanishingiz mumkin yo'naltirilgan obyekt sifatida. Yo'naltirilgan obyekt gapda odatda noun bo'ladi. Yo'naltirilgan obyekt odatda gapda ot sifatida ko'rinadi, ya'ni egadan keyin keladi, ya'ni odatda fe'ldan keyin. Misol tariqasida degan, qarang ushbu gaplarga. Sara akasini yoqtiradi. Sara akamni yoqtiradi o'zi. Bu yerda Sara subject bo'lyapti, bu verb, bu object, lekin object bu yo'naltirilgan bo'lyapti direct. Misol uchun, qizlar qidirdi kitob. Qanday noma'lum kitob, bu yo'naltirilgan bo'lyapti. Bu odatda bu keyinroq intermediatda ham o'tilishi mumkin bu mavzular. Endi artikellarga kelamiz. Har bitta tilda bo'lgani kabi odatda turkiy xalq tillarida odatda artikel yo'q, lekin qolgan tillarda ko'pida artikel bor. O'sha Yevropa, arab tili, undan tashqari ispan tili va xitoy va yapon tillarida ham bo'lishi kerak nisbatan. Artikel bu ma'lum bir shaxs yoki narsani aniqlash uchun foydalaniladi. Va odatda ingliz tilida 3 turga bo'linadi. Aniq-noaniqqa. 2 turga bo'linadi, aniq-noaniqqa, lekin noaniq o'zi 2ga bo'linadi. Shuning uchun 3 turga deb yuboraman. Bu aniqniki define, aniq artikelniki bu the, noaniqniki bo'lsa bu joyda n, a and n. Shu tartibda. Xo'p. Qachon the qo'llaniladi desa, siz, ya'ni aytyapti, siz gapiryapsiz nimadir haqida, kimdir yoki nimadir haqida va siz uni allaqachon bilasiz yoki o'ziga yaqin bo'ladi, foydalanishingiz mumkin the bilan. Ya'ni siz uni deyarli bilasiz. Men doim
men allaqachon bilaman bu kishini. Ya'ni aniq kishini. Agar bu joyda bo'ladigan bo'lganda siz noma'lum kishini allaqachon bila olmaysiz. Men bilaman kishini deyishingiz mumkin, lekin qaysi kishiligini aniq ayta olmaysiz, lekin zda aniqligi bor. Endi undefined artiklda bo'lsa, defined artiklda bo'lsa, siz foydalanasiz tasvirlashni, nima kimdir yoki nimanidir va u sizga yaqin bo'lmaydi. U haqida ko'proq narsa bilmaysiz. Va siz odatda u haqida general, ya'ni umumiy gapirasiz. Umumiy ma'noda gapirasiz. Va u ikkita formasi bor. Yoki n. N ya'ni bo'lsa undoshlarning oldin qo'llaniladi, ishlatiladi. N bo'lsa unlilarda. Shu joyda qiziq joyi bor grammatikasida. Hop. N undoshdan oldin ham foydalanish mumkin. Faqatgina u talaffuzda boshida unli bersagina n qo'yiladi. Garchi undosh bo'lsa ham bo'lishi kerak edi undosh bo'lgani uchun, lekin talaffuzda unli bilan boshlangani uchun soat misol kelgan n qo'llaniladi. Endi teskarisi ham bor. University degan narsa bor. University. Bu boshda unli bo'lganligi uchun n qo'yishimiz kerak edi. Lekin bu endi o'chirib yuboramiz. Bunga sabab universitet emas, university bo'lgani uchun y harfi undosh harfga ham, unliga ham kirganligi uchun bu yerda undosh sifatida olingan va boshiga qo'yilgan. Bu yerda misol kelgan. Did you buy an apple or an orange? Siz yoki sen olma va orange mandarin sotib olganmisan deb o'tgan zamonda aytyapti. Bunda n qo'llanadi. Ya'ni qaysi olma yoki orangeligini aniq bilmaydi, lekin umumiy gapiryapti. Bu joyda taqqoslash berilgan ikkalasini. I want an apple, I want the apple. Farqi siz bu olmani, birinchi gapda siz bu olmani ko'rmagansiz. Siz qorningiz ochligi uchun ulardan bittasini istayapsiz. Siz xohlayapsiz aniq olmani, ya'ni o'zi tanlagansiz. Olma va mandarindan bittasini, uni avval ko'rgansiz. Aniq artiklning ko'plik formasi bor, noaniq artiklniki bo'lsa yo'q. Shuning uchun an apple bo'lsa, keyingisi the apples bo'ladi. Shunday tartib bo'ladi. Sifatlar shunday so'zki, tasvirlaydi otlarni, nounslar. Ya'ni ular aytadiki, o'lcham, rang, sifat nimanidir o'lchami, rangi, sifat. Misol uchun big room katta xona, qizil mashina, ya'ni 4 ta qiziqarli kitob. Bu yerda umumiy eng ko'p foydalanadigan otlarni bergan. Chiroyli katta, qora, zerikarli, ehtiyotkor, ehtiyotsiz, ertak, tez, xursand. Handsome bu ko'rkam deb tarjima qilinadi, erkaklarga nisbatan ishlatiladi. Qiziqarli, kech, kichik, uzun, baland, eski, quvonch, shoshilinch, right, to'g'ri, sad, zerikkan, xafa, qisqa, sekin, uzun, zararli, ugly, xunuk, yang, yosh, oq va xato. Sifatlar noun oldidan keladi. Va bu joyda bir qo'shimcha grammatika berilgan. Just like a noun, nounlar adjective prediction holatda, ya'ni prediction qilishda ham ishlatiladi, ya'ni
sodira versiyasi kelajakda qaysidir holatda bo'lishingizni aytishi mumkin. Misol uchun, ular juda tez holatda keladi. Shunday shaklki, nimani? Be va become holatida. Become'dan keyin keladi. My sister was, ya'ni be da o'tgan zamonda to'g'ri kelyapti. Very sad. Meni opam juda g'amgin edi. Bu ot tezda bo'ladi. Bu ot tezda bo'lib qoladi chanqagan holatda. Endi shu joyda be bilan become holatini tushuntirsam, be ma'lum bir holatda uzoq vaqt turishiga aytiladi. Become bo'lsa A holatdan B holatga o'tish jarayoni bo'ladi. Misol uchun I am doctor bo'lsa, student bo'lsa, siz ancha muddatdan beri studentligingizni, ammo I became student bo'lsa, siz avval student bo'lmagansiz, keyinchalik studentga aylanganingizni aytiladi. Ma'lum bir vaqtdan so'ng. Tushunishga qarab farqlanadi. Odatda be umumiy holatlar uchun ko'p qo'llaniladi. Become bo'lsa, siz bir holatdan A dan B ga yoki misol uchun o'quvchidan talabaga holatiga o'tganingizda become dan foydalanasiz yoki talabalikdan misol uchun shifokorlikka, boshqa kasb egasiga o'tganingizda become dan foydalanasiz. Faqat u gapda bir marta kelishi kerak, be ko'proq kelishi mumkin. Personal pronouns, ya'ni shaxs otlari deb berilgan, ya'ni men, sen, u, biz, siz, ular. Bu yerda birinchi shaxs, ikkinchi shaxs, uchinchi shaxs deb berilgan. Inglizda shunaqa bo'lingan, ko'pchiliklar bilsanglar kerak. Hop, birinchisi bu I, men, you, siz, he, she, it. U, ya'ni ingliz tili va Yevropa tillarida shunday tartibda bo'lingan, men, sen, uga. Hop, men erkaklarga nisbatan olingan. She bo'lsa ayollarga nisbatan olingan, it bo'lsa narsalarga nisbatan. We, you, they umumiy ketaveradi ko'plikda. Ya'ni biz, sizlar, ular. You bilan you'da kontekst ma'nodan ajratib olish mumkin. Bu yerda o'shani aytyapti. You ham birlik ham ko'plikda qo'llanishi mumkin. Ya'ni agar bitta inson haqida gapirilayotgan bo'lsa, siz you'da, agar ikki yoki undan ko'proq inson haqida gapirilayotgan bo'lsa, siz you'da foydalanasiz, faqat ma'nosini ajratadi. Misol deydi, Tim deb turib, you are very good student, ya'ni u juda yaxshi student. Bruno va Rena, you have to study more. Ular ko'proq o'qishlari kerak. Ya'ni uni ma'nodan ajratib olinadi. Endi bu yerda pronounlar o'zgarishi deb keltirilgan, direct objektga yo'naltirilgan ma'lum bir insonga nisbatan tegishliligini bildiradigan objektlarda deb aytyapti. Misol uchun, bu joyda ning qo'shimchasi qo'shiladi hammasiga yoki ni. I, me bo'lsa meni, mening, you bo'lsa sening, sizning. Bunda ham o'zgarmayapti qisqa. Sizlarga ham, seningga ham, sening ham to'g'ri keladi-yu, bu ma'nodan ajratiladi. Bu qiyin emas, o'z-o'zidan listening, reading kitoblar sekin-sekin o'qilsa o'zi tushunib ketiladi. Him erkakga nisbatan uning, uni, she diki her bo'ladi. Ayollarga nisbatan uni, uning, itniki o'zgarmaydi. U'diki yuzga o'zgaradi. Ko'plikdiki you yana o'zgarmaydi. Z'diki zemga o'zgaradi. Ya'ni misol uchun them book oladigan bo'lsak, hozir bu misollar bilan aniqroq tushuntirilgan ekan. Ya'ni birlikdagi agar pronouns o'zgarsa, joyini o'zgartirsa gapda, u bir xil xarakterda boshqa noun bilan bir xil bo'lishi kerak. Singular birlik bilan, ko'plik bilan. Shaxs, misol uchun muskura, женский род, средний род. O'zingiz ingliz tilida bu narsani o'rgatib
o'rganmaganmiz zurutlarga bo'lishni, lekin joyda bo'lib qo'ygan ekan. Qisqa qilib misol tushuntiramiz. Joseph is hard worker, ya'ni u mehnatkash ishchi. Keyin gapda u o'zgaryapti. Joseph birinchi shaxs he ga to'g'ri kelayotganligi uchun bu yoqqa he bo'lib o'zgaryapti. Girls ko'plik bo'lganligi uchun bu yoqqa them bo'lyapti. Ya'ni mana bu zeydiki to'g'ridan to'g'ri zemga o'zgarganligi uchun, ya'ni sen bu qizlarni bilasanmi deb savol beryapti. Bu yerda ham do you know them, ularni bilasanmi deb savol beryapti. Yo'naltirilgan obyektda. Misol uchun Mr. Jones bo'lsa her bo'lyapti. Ya'ni bu he bo'lgani uchun her ga o'zgaryapti. Bu joyda bir qizaloq grammatika berilgan ekan. Hop, uchinchi shaxsda pronounlarga e'tibor berasizlar deydi. U odatda nounlar joyni o'zgartiradi pronoun bilan. Misol uchun deydi, men bilan sen qo'shilib bizni hosil qiladi. Hop, qizlar bilan men qo'shilib bizni hosil qiladi. Shu tartibda bo'ladi. Odatda ikkita shaxs qo'shilib bitta ko'plik shaxsni hosil qiladi. Misol uchun sen bilan ular qo'shilib sizlarni hosil qiladi degandek gap. Ya'ni you plus I think we ga they plus I think we ga ham to'g'ri keladi. Ya'ni xuddi shunday. U bilan sen qo'shilib sizlarga to'g'ri keladi. Xuddi shunday degan gap. Ya'ni he qo'shilib you qo'shilsa, sen bilan u qo'shilib zeyni hosil qiladi degan. Bu yerda yana bir qo'shimcha grammatika kelgan. Hop, qachonki siz o'zgartirasiz direct objectni, ya'ni buni objective noun'da va direct objectning pronouniga va so'z qo'shishingiz kerak to yoki for. Indirect obyektdan oldin yoki pronoundan. Misol uchun degan bu yerda keyin it bilan misolga keltirilgan. Ya'ni indirect object become bo'ladi object preposition. Ya'ni to yoki forning prepositioni. Misolda aytadi. I give, bu o'tgan zaman, I give Jay a book. Men berdim men Jayga kitob berganman deb ma'no tarjima qilinyapti va bu direct objectda book bo'lyapti, lekin indirect direct pronounga o'zgartirganimizda ilmiy bo'lib ketdi gap. Qisqasi buni soddaroq versiyaga ajlantiradigan bo'lsak, I give it to Jay. Men unga kitob berdim, lekin ma'no I gave Jay a book deb berilyapti. Ya'ni men Jayga kitob berganman o'tgan zamonda va uni book so'zi birlikda bo'lganligi uchun uni indirectga o'zgartirganimizda I gave it, ya'ni kitob so'zi itga aylanyapti. U jonsiz narsa bo'lganligi uchun itniki itga o'zgarganligi bor. Ya'ni u o'zgaryapti uga, faqat unchalik emas. Ya'ni birga bir ko'chyapti. Ya'ni to J, ya'ni to degani for bo'lsa kim uchundir. Ya'ni men keyin gapda kelyapti fordiki, biz sotib oldik uning uchun gullarni deb tarjima qilinyapti va buni indirect o'zgartirganda flowers degani gullar, ya'ni zeyni o'zgargan shakli them bo'lgan. Shu bu yoqqa o'tyapti. We buy them for her.
Ya'ni kimdir so'rayapti, bu gullar sotib olding, kim uchun sotib olding desa, biz sotib oldik ularni uchun sening uchun sotib oldik. Yoki buni men berdim uniga jayiga deb tarjima qilingan. Bu joyda prepositionlar, ya'ni joy, prepositionlar, joyni ifodalovchi so'zlar keltirilgan. After keyin, after me desa mendan keyin, behind orqa, between o'rtasi, for uchun fromdan, in ichida, near yaqinida, on ustida, of ning, through orqali, to ga, with bilan, without siz. Ya'ni bu konsertdan keyin qizlar orasida do'stimdan, shahar yonida, yaqinida kitobning, misol uchun paper bo'lsa, kitobni varog'i bo'ladi. Studentga pulsiz, ya'ni I live, study bo'lsa pulsiz o'qish, yashash. Behind me meni orqam, siz uchun, in him uni ichida, ustida, uni jonsiz narsani ustida, u bilan, with biz bilan, u orqali, without them ularsiz. Gaplarni tuzishda foydalaniladi.